Aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi damlab olyapsizmi? Rahmat, Allohga shukr. Qayerdan keldingiz? Toshkentdan Aha, necha kun bo'ldi kelganingizga? 3-da kelganman. 3-aprelda kelgansiz. 3. Muolajalarimiz yoqmayaptimi? Yaxshi, zo'r muolajalar. Ha, qo'lda kuyish bo'lgan ekan sizda. 2 yil bo'ldi, har yili kelaman sizlarga. Juda. Har yili kelaman. 5-marta kelishim sanatoriylarga. Suviylar, massajchi, hamma lichinalar zo'r. Shuning uchun shu Toshkentdan har yili yilda bir marta har kun kelaman, 10 kunga. Muolajalar yaxshi, odamlar yaxshi. Zo'r, ovqatlar hammasi. Effektini olasiz. Effektini o'sha bilganim uchun shu kelaman makaqa. Yaxshilik uchun kelaman, постоянный. Har yili bir marta kelaman. Aynan bizdagi oltin gutli suv mana shu kuygan teri to'qimalarni tiklashga yordam beradi, yumshatadi. Shunaqa. Fizikchilarda olyapsiz ekan mana. Qizinglarga ham rahmat, hamma xodimlar, hammasi muomalali. Ovqatlarimiz qalay? Ovqatlar zakoniy, o'zgarishlar va shu zakoniy o'qish, xonalarni remont qilib, mana shu dahshat qo'rsizlar. Oldingi yil bunchalik emas edi oshxonalar. Bu yil yaxshi bo'libdi, zo'r. So'z temasini yaxshi. Tavsiya qilyapsizmi axir? Arziydimi tavsiya qilishga? Allohga shukr. Endi shunchalik kelib lichinomiz foydasi bo'lyapti. Bo'lmasa bo'lmaydi-ku. Juda yaxshi. Yaxshi damlar bo'ldi.